O'rtoqlar, men makiyaj qildirdim hozir. Endi Abdulaziz reaksiyasini ko'ramiz ketdi. Voy dalni. Oho! Chiroyliman, qara. Asal mana. Xudo ko'rsatmasin, sandaqa birontamni xotin bola olib qo'ysam bor. Oy, ko'zingni och, qara, qanaqa tako'yligimni. Asal bo'lib qolganman. Hech qachon sandaqa bilmadim, bironta ayam mani xotin shunaqa bo'lsa bor. Manaqa topa olmaysan. Eshitsang gapimni, mani ayol xotinim shunaqa bo'lib qolsa, biron marta ya mana shu labiga qachab pomada sursa ham yoki pomada ushlab qolsa ham qo'l kesiladi yoki yuz yo'q qoladi. Mana shu olib ketishi mumkin, katta tegon ketib qoladi. Uylanmayman agar shunaqa yuz qilsa. Shunda makiyajsiz qizlar yoqadi deysan. Uylanaman-ku. Uylanayotgan paytim kerak bo'lsa, to'yda ham makiyaj qilmaydi. Voy. Damin opsan. Kelim bizaniki. Kelishgan krashka bo'ladi. Kelim bizaniki xollagancha makiyaj biza qildiramiz. Saralashmaysan, tushuningmi? Oyim bilan mani ishim u. Bo'la uylanmayman, aytmang. Oyim aytaman. Damin opsan. Ahmoq. Qaranglar. Hozir zo'r ideya keldi deyman. Takras Abdulaziz shop deydi. Abdulazizga prank qilaman. Abu qizlarni yopib qo'ysan salonga. Qaysi qizlar? Men tashqarida bitta qizani so'rab o'tiribdi. Kim u mol? Ahmoq. Choli qizmi? Men bilan o'yin qilmagan. Ahmoq kim anu qiz? Ana pastda turibdi. Qaysi qizmi? Ha, kim u? Qayerda bilaman? Mortish tez-tez. Bironta qizim bo'lsa, qol, ahmoq. eshitaman. Gapiring. Siz chaqirdingizmi? Men chaqirmadim. Kim chaqir? Siz uyalayotgan bo'lsangiz kerak. Muxlisimisiz? Qanaqa muxlis? Muxlis bo'lsangiz kerak-da. Qo'ysizchi. Shu qiz chaqirdimi? Men senga nima dedim? Sen ne bu qiz o'zing o'zingga gapiryapsan? G'alati emasmi? Qani ismi bu bolani? Shu taniyman kim? Ne gapiryapsan? Qizlarga gap otyapsan sen bu yoqqa kelgin. Uzr. Sen ne qizlarga gap otyapsan bu yoqqa kelgin? Sen o'zing aytdingmi? Men qachon aytdim? Voy o'lsangiz qizlarga gap shunaqa ham gap otyasanmi? Ahmoq. Hali bu Abdulaziz mashinasi. Orqaga turib o'tirib olaman-da. Lekin olaman qani? Yana gaplashasiz. Yoki qatga borib ekan. Jayrim degan qizman deb. Voy. Sura. Bilosini ishlashga cho't kerakmi o'rtoq? Qadaysan? Shumam. Короче, ana tema nima bo'ldi? Ya, kecha oyim bilib qolish, ozgina qoldi o'rta sigaret bor. Sigaretni cho'tagimga tiqib qo'yibsan sen filos. Uyga kirdimda shundoq qarasa oyim. Amallab shu derazdan otordim. Ana qizing nima bo'lyapti degancha. Qizingga tez bitta o'rtog'ini to'g'irlab bersam. Ha, to'g'irlab bersam, o'rtoq to'g'irlamasa bo'lmaydi. Qizsiz endi yurish mumkin emas bizga. Ukam. O'shancha opam? Opamning o'zim javob, sen xavotir olma ustidan. Bitta dona shapaloq o'z yetadi u qizga. Nima emish? To'xta. Bu ana kechirib yuboradigan vaziyat bo'lmadi-da. Nimaga? Sen mashina olib nima endi sigaret, qizlarsiz bo'lmaydimi, ha? Bu yoqqa dedim. To'xta. Quloq qo'yamiz. Voy. Jinni bu. Jinni o'zing bitta shapaloq urib qo'y. O'zi oyimga ketay qo'ydi. Primo Instagram. Bitta urasan faqat. Sekin urasan. Davay. Bismillahirrohmanirrohim. O'zing yaqinroq. Onamning qo'li, Laylipamning qo'li. Zo'r chiqdi chunki.